Diqqat! Apreldagi bir qilgan ishingiz may oyida qo'shimcha to'lovingizni saqlab qoladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilarim va kanalimizga endigina kirib kelgan mehmonlar. Bugungi videomiz juda ham muhim va dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Agar siz har oy oladigan qo'shimcha to'lov, nafaqa yoki subsidiyangizni may oydan boshlab to'xtatilishini istamasangiz, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan oxirigacha ko'rishingizni qat'iyan tavsiya qilaman. Hozir aytadigan ma'lumotlarim ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, farzandli onalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Ushbu muhim ma'lumotlarni o'z vaqtida bilib olsangiz, siz o'zingiz yoki oilangiz uchun ajratilgan pul mablag'ini yo'qotib qo'ymasligingizga to'liq ishonchim komil. Shuning uchun videoni boshlashdan oldin iltimos, hozirroq kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, toki keyingi muhim xabarlarni ham o'tkazib yubormang. Shuningdek, bu videoga like bosishni unutmang. Sizning har bir like'ingiz va obunangiz bizni yanada foydali kontent yaratishga ruhlantiradi va bu muhim xabar ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Keling, tezda asosiy mavzuga o'taylik, chunki vaqt juda tig'iz. Muammoning mohiyati. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, ko'pchiligingiz bilasizki, mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Oldinlari, ya'ni bir necha yil avval siz bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam puli uchun ariza berganingizda bu to'lovlar odatda bir yil muddatga tayinlanardi va ba'zi hollarda avtomatik ravishda uzaytirilishi mumkin edi. Yoki bo'lmasa, jarayon biroz soddaroq, kamroq hujjat talab qiladigan va kamroq tekshiruvlardan iborat edi. Ayniqsa mahalla fuqarolar yig'inlari orqali amalga oshiriladigan jarayonlarda ba'zi hollarda qog'ozbozlik ko'p bo'lsa-da, muddatni kuzatish yoki qayta murojaat qilish shunchalik keskin talab etilmasdi. Ba'zida fuqarolarga bu haqda to'liq ma'lumot berilmasligi yoki ogohlantirilmasligi sababli nafaqa to'lovi davomida ularning holatida o'zgarishlar yuz bergan taqdirda ham bu haqda o'z vaqtida ma'lumot berilmay qolgan holatlar ham kuzatilgan. Ammo hozirgi kunda vaziyat jiddiy ravishda o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar va nizomlarga ko'ra ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam puli tayinlash va to'lash tizimi yanada shaffof, adolatli va manzilli bo'lishi uchun jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Endilikda aksariyat ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam pullari, xususan aynan bolalar nafaqasi va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam puli kabi to'lovlar ma'lum bir muddatga, ya'ni 6 oy muddatga tayinlanadi. Bu degani, agar siz ushbu to'lovlarni olmoqchi bo'lsangiz, har 6 oyda bir marta qayta ariza berishingiz va o'zingizning ijtimoiy iqtisodiy holatingizni tasdiqlashingiz shart. Bu qoida barcha toifadagi oluvchilar uchun amal qiladi, istisnosiz. Bu o'zgarishdan maqsad nima? Bu eng avvalo mablag'larning haqiqatan ham muhtoj oilalarga yetib borishini ta'minlashdir. Oilaning tarkibida, daromadlarida, yashash sharoitlarida 6 oy ichida jiddiy o'zgarishlar ro'y berishi mumkin. Misol uchun, oila a'zolaridan biri ishga kirishi, daromadi o'sishi, yashash sharoiti yaxshilanishi mumkin. Bunday holatlarda agar avvalgi tizim bo'lganda, u oila endi muhtoj bo'lmasa ham nafaqa olishda davom etishi mumkin edi. Yangi tizim esa har 6 oyda oilaning haqiqiy holatini qayta baholash imkonini beradi. Bu esa davlat mablag'larini yanada samaraliroq va adolatliroq taqsimlashga xizmat qiladi. Endi diqqat qiling. Agar sizning nafaqangiz yoki moddiy yordam pulingizning muddati shu aprel oyining oxirida tugayotgan bo'lsa, siz zudlik bilan aprel oyining o'zida qayta ariza berishingiz shart. Aks holda sizning may oyidan boshlab ushbu to'lovni olishingiz avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bu qoidaga jiddiy e'tibor qaratishingizni so'rayman. Chunki ko'pchilik bu muhim muddatni unutib qo'yishi yoki e'tibor bermasligi sababli puldan mahrum bo'lib qoladi. Endi bu qoidalar kimlarga taalluqli ekanligi va kimlar xavotirlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqaylik. Asosiy qism B. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Avvalo, siz tushunishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa shuki, bu o'zgarishlar asosan bolalar nafaqasi, ilgari bolali oilalarga nafaqa deb atalgan bo'lishi mumkin va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam puli, odatda mahalla puli deb ham ataladi, kabi ijtimoiy yordam turlari uchun amal qiladi. Boshqa nafaqa turlari, masalan, yoshlikka doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari odatda boshqacha tartibga ega bo'lib, ularning muddati ko'pincha uzoqroq yoki doimiydir.
Shuning uchun ular har 6 oyda qayta tasdiqlashni talab qilmaydi. Biz bugun asosan aynan o'sha muddatli ijtimoiy yordam pullari haqida gaplashamiz. Kimlar xavotirlanishi kerak? Siz quyidagi holatlardan biriga to'g'ri kelsangiz, zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. 1. Nafaqangiz muddati shu aprel oyida tugayotgan bo'lsa, qanday qilib bilish mumkin? Sizga oxirgi marta nafaqa tayinlangan paytda berilgan xabarnomada yoki Davlat xizmatlari markazidan DXM olgan ma'lumotnomangizda nafaqa tayinlash muddati aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizning nafaqangiz o'tgan yilning oktyabr oyida, aniqrog'i 6 oylik muddat oktyabr oyida boshlangan bo'lsa yoki shu kabi muddatda tayinlangan bo'lsa, demak, uning muddati aprel oyining oxirida tugaydi. Misol uchun, agar sizning nafaqangiz 2023 yil oktyabrdan 2024 yil aprelgacha bo'lgan muddatga tayinlangan bo'lsa, hozirgi aprel oyida qayta ariza bermasangiz, may oyidan boshlab pul to'xtaydi. 2. Qachon murojaat qilganingizni aniq eslay olmasangiz. Agar siz qachon murojaat qilganingizni yoki nafaqangizning muddati qachon tugashini eslay olmasangiz, darhol davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, o'zingizning holatingizni aniqlashtirishingiz kerak. Bu juda muhim, chunki bu ma'lumotni bilmaslik sizni jiddiy muammoga olib kelishi mumkin. 3 oila a'zolari tarkibida yoki daromadlarda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, agar siz nafaqa olib turgan davr mobaynida oila a'zolarining soni o'zgargan, masalan, yangi farzand tug'ilgan, kimdir turmush qurgan yoki ajrashgan, ish joyi almashgan, daromadlar sezilarli darajada o'zgargan bo'lsa, sizning eligibility, haqdorlik holatingiz ham o'zgarishi mumkin. Bunday holatlarda ham qayta murojaat qilish va yangi ma'lumotlarni taqdim etish zarur. Agar sizning holatingiz quyidagicha bo'lsa, siz hozircha xavotirlanmasligingiz mumkin. Nafaqangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, agar siz nafaqa yoki moddiy yordam puli uchun 2024 yilning yanvar, fevral yoki mart oylarida murojaat qilgan bo'lsangiz va u sizga tasdiqlangan bo'lsa, demak, sizning nafaqangiz muddati hali tugamagan. Chunki u sizga kamida 6 oy muddatga tayinlangan bo'ladi. Misol uchun, agar nafaqa 2024 yil fevraldan 2024 yil avgustgacha bo'lgan muddatga tayinlangan bo'lsa, siz hozircha hech qanday harakat qilmasligingiz kerak. Muddat tugashiga yaqin iyul oyida yana bu masala dolzarb bo'ladi. 2. Siz boshqa turdagi muddat talab qilmaydigan nafaqa olsangiz, yuqorida aytib o'tganimdek, yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari ba'zi turlardan tashqari, chunki nogironlik guruhi ma'lum muddatga berilishi mumkin yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari agar ularning muddati doimiy bo'lsa, har 6 oyda qayta tasdiqlashni talab qilmaydi. Agar siz ushbu toifalarga kirsangiz, ushbu video sizga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli emas. Ammo baribir ijtimoiy himoya qonunchiligidagi umumiy o'zgarishlardan xabardor bo'lib turishingiz foydadan xoli emas. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollar orqali vaziyatni yanada aniqroq tushuntirsam. Misol 1. Nodira opaning vaziyati. Nodira opa Uchko'prik tumanida yashaydi. Uning 3 nafar farzandi bor. Turmush o'rtog'i esa vaqtincha ishsiz. 6 oy avval, ya'ni 2023 yil oktyabr oyida Nodira opa o'z mahallasidagi davlat xizmatlari markazi orqali bolalar nafaqasi va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam puli uchun ariza bergandi. Oila daromadi belgilangan me'yordan past bo'lgani sababli unga ushbu nafaqalar 6 oy muddatga, ya'ni 2024 yil aprelgacha tayinlangan edi. Nodira opa har oy 700 ming so'm atrofida nafaqa puli olar edi. Endi agar Nodira opa shu aprel oyining oxirigacha, ya'ni 30 aprelga qadar davlat xizmatlari markaziga qayta ariza bermasa, may oyidan boshlab uning bolalar nafaqasi va moddiy yordam puli avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bu degani, u va uning farzandlari uchun ajratilgan bu pulni may oyida ola olmaydi. Bu pul oila byudjetida katta o'rin tutadi. Chunki Nodira opaning farzandlarining oziq-ovqati, kiyim-kechagi va boshqa ehtiyojlariga sarflanadi. Shuning uchun Nodira opa zudlik bilan aprel oyining o'zida qayta ariza berishi, oilaning hozirgi daromadi va tarkibi haqidagi hujjatlarni yangilashi shart. Misol 2. Feruza singlimizning vaziyati. Feruza singlimiz Toshkent shahrida yashaydi. Eri yo'q. 2 yoshli bitta farzandi bor. O'zi kichik bir tikuvchilik sexida ishlaydi. Ammo daromadi minimal darajadan ozgina ko'p. U ham xuddi Nodira opa singari o'tgan yilning oktyabr oyida 6 oy muddatga bola nafaqasini rasmiylashtirgandi. Uning nafaqasi ham shu aprel oyining oxirida tugaydi. Agar Feruza singlimiz ham aprel oyida qayta ariza bermasa,
may oydan boshlab farzandi uchun oladigan nafaqa pulini yo'qotadi. Feruza singlimizning holatida u ishlagan uchun daromadi bor. Ammo bu daromad bolali oila uchun belgilangan minimal daromaddan oshmaydi. Agar u ariza berish jarayonida o'zining joriy daromadini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etmasa yoki ushbu muddatni o'tkazib yuborsa, u ham nafaqasiz qolishi mumkin uning misolida. Har oy oladigan taxminan 500 ming so'm nafaqa puli uning bolasi uchun oziq-ovqat va taglik sotib olishga sarflanardi. Bu pulni yo'qotish uning moddiy ahvolini ancha murakkablashtiradi. Misol uchun Bobur akamizning holati. Bobur akamiz Andijon viloyatida yashaydi. 3 nafar maktab yoshidagi farzandi bor. Uning oilasi kam ta'minlangan toifaga kiradi. Bobur akamiz bolalar nafaqasi uchun 2023 yil dekabr oyida ariza bergan va unga nafaqa 6 oy muddatga, ya'ni 2024 yil iyungacha tayinlangan. Bu degani Bobur akamizning nafaqasi muddat hali tugamagan. Uning nafaqasi 2024 yil may oyi uchun ham to'lanadi. Uning nafaqasi iyun oyining oxirida tugaydi. Shuning uchun u iyun oyida qayta ariza berish kerak bo'ladi. Hozircha esa xavotirlanish shart emas. Bobur akamizning misoli kim xavotirlanishi shart emasligini va muddatni qanday aniqlash kerakligini yaxshi ko'rsatib beradi. Xulosa qilib aytganda, agar sizning nafaqangiz muddati aprel oyida tugayotgan bo'lsa, siz hozirroq harakat qilishingiz shart. Balki avtomatik uzaytirlar degan umidda o'tirish mutlaqo noto'g'ri. Harakat qilmasangiz, may oyida puldan mahrum bo'lishingiz aniq. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qoidada bo'lgani kabi ijtimoiy nafaqa tayinlash tizimida ham ba'zi istisnolar. E'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmagan noaniq nuanslar mavjud. Bularni tushunish sizning jarayonni muvaffaqiyatli yakunlashingiz uchun juda muhimdir. Istisnolar. Kasallik yoki boshqa jiddiy sabablar. Agar nafaqa oluvchi shaxs og'ir kasallik tufayli shifoxonada bo'lsa, nogironlik aravachasiga mixlangan bo'lsa yoki jiddiy sabablarga ko'ra jismonan murojaat qila olmasa, nima qilish kerak? Bunday holatlarda qonun hujjatlarida maxsus choralar nazarda tutilgan. Odatda oilaning boshqa a'zosi notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida murojaat qilishi mumkin yoki bo'lmasa ayrim hollarda mahalliy mahalla fuqarolar yig'ini yoki ijtimoiy xodimlar murojaat qilishda yordam berishlari mumkin. Lekin bu holatlar kam uchraydi va har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Shifoxonada davolanayotganligini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. 2. Chet elda bo'lish. Agar nafaqa oluvchi shaxs yoki uning oila a'zolari aprel oyida chet elda bo'lsa, ular qanday yo'l tutishlari kerak? Agar oila a'zosi chet elda vaqtincha bo'lsa va bu uning daromadiga ta'sir qilsa, bu haqda ariza berishda aniq ko'rsatilishi kerak. Agar nafaqa oluvchi shaxsning o'zi chet elda bo'lsa va uning nomidan murojaat qilish kerak bo'lsa, bu ham ishonchnoma orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo ba'zi hollarda bu murakkabliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun chet elga chiqishdan oldin bu masalani oldindan hal qilish tavsiya etiladi. Doimiy nafaqalar. Yuqorida aytganimizdek, ba'zi nafaqa turlari, masalan, yoshga doir pensiyalar, ayrim maxsus hollardan tashqari doimiy xususiyatga ega. Ular har 6 oyda qayta tasdiqlashni talab qilmaydi. Agar siz ushbu toifadagi nafaqa oluvchi bo'lsangiz, demak, aprel oyida qayta murojaat qilish sizga tegishli emas. Ammo nogironlik nafaqasining muddatli turlari mavjud. Ular tibbiy ko'rik asosida ma'lum muddatga beriladi. Agar siz shunday muddatli nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz va uning muddati aprel oyida tugayotgan bo'lsa, siz qayta tibbiy ko'rikdan o'tishingiz va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu ham o'ziga xos muddatga ega bo'lgan jarayon. Tuzoqlar va e'tiborga molik jihatlar in. Muddati o'tkazib yuborish bu eng katta tuzoqdir. Siz aprel oyining istalgan kunida murojaat qilishingiz mumkin. Ammo eng kech 30 aprel sanasiga qadar. Agar siz ilmay kuni murojaat qilsangiz, sizning arizangiz may oyidan boshlab emas, balki iyun oyidan boshlab ko'rib chiqiladi va agar tasdiqlansa, nafaqa iyun oyidan tayinlanadi. Bu degani, siz may oyi uchun ajratilgan nafaqa pulidan mahrum bo'lasiz. Har bir oy muhim, shuning uchun muddatni unutish qimmatga tushishi mumkin. 2. Hujjatlarning to'liq emasligi yoki noto'g'riligi. Arizani topshirishda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu hujjatlarning to'liq bo'lmasligi yoki ulardagi ma'lumotlarning noto'g'riligidir. Misol uchun, oilaning barcha a'zolarining pasport nusxalari, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar ishlovchilar uchun
yoki ishsizlik to'g'risidagi ma'lumotnomalar ishsizlar uchun to'liq bo'lishi shart. Agar bitta hujjat ham yetishmasa, arizangizni qabul qilishdan bosh tortilishi yoki ko'rib chiqish muddati cho'zilib ketishi mumkin. Bu esa o'z navbatida nafaqa tayinlashni kechiktirishi va sizni keyingi oyning pulidan mahrum qilishi mumkin. O'tib, noma'lum shaxslar orqali ariza berish. Ba'zan odamlar qo'shimcha pul evaziga ishni tez bitirib beraman deydigan shaxslarga duch kelishadi. Bunday shaxslar ko'pincha firibgarlar bo'ladi. Davlat xizmatlari markazlari va Maydoykov o'z portali orqali ariza berish mutlaqo bepuldir. Davlat boji ba'zi xizmatlar uchun talab qilinishi mumkin, ammo bu holatda emas. Noma'lum shaxslarga ishonish sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni xavf ostiga qo'yishi va pulingizni o'zlashtirishga urinishlarga olib kelishi mumkin. Har doim rasmiy kanallar orqali murojaat qiling. Oila daromadidagi o'zgarishlarni yashirish. Agar siz nafaqa olib turgan davrda oilangiz daromadlari sezilarli darajada oshgan bo'lsa, masalan, oila a'zolaridan biri yuqori haq to'lanadigan ishga kirgan bo'lsa, bu haqda to'g'ri ma'lumot berishingiz shart. Ijtimoiy himoya agentligi, soliq qo'mitasi va boshqa idoralar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Agar siz noto'g'ri ma'lumot bersangiz va bu keyinchalik aniqlansa, nafaqa tayinlashdan bosh tortilishi, ilgari olingan mablag'larni qaytarish talab qilinishi va hatto qonuniy javobgarlikka tortilish xavfi mavjud bo'ladi. Halollik bu yerda eng muhim tamoyildir. Noaniq nuanslar 1. Oila daromadi nima degani? Ko'pchilik daromad deganda faqat ish haqi yoki pensiyani tushunadi. Aslida oila daromadiga juda ko'p narsalar kiradi. Ish haqi, pensiya, nafaqalar, masalan, farzand tug'ilgandagi bir martalik nafaqa, tadbirkorlikdan olingan daromadlar, mol mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlar, shaxsiy tomorqa xo'jaligidan olingan daromadlar, hatto chet eldan keladigan pul o'tkazmalari ham inobatga olinadi. Har bir oila a'zosining daromadi hisobga olinadi. Shu sababli ariza berishdan oldin oilaning barcha daromad manbalarini aniq hisoblab chiqishingiz kerak. Agar oila a'zosi aprel oyida yangi ishga kirsa, agar siz aprel oyida ariza topshirganingizdan keyin yoki ariza berish jarayonida oila a'zolaridan biri ishga kirsa va uning daromadi oilaning umumiy daromadini belgilangan me'yordan oshirib yuborsa, nima bo'ladi? Bunday holatda sizning arizangiz qayta ko'rib chiqilishi va nafaqa tayinlanishidan voz kechilishi mumkin. Yoki bo'lmasa, nafaqa muddatidan oldin to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin oilaning joriy daromad holatini juda aniq baholash zarur. Agar holat o'zgarsa, bu haqda o'z vaqtida xabar berish muhim. 3. Mahalla fuqarolar yig'inining roli. Hozirgi tizimda ham mahalla fuqarolar yig'inlari MFI roli muhim bo'lib qolmoqda. Ular oilaning yashash sharoitlari, bandlik holati va daromadlar haqida xulosalar berishda ishtirok etadilar. Sizning oilangizning haqiqiy muhtojligini tasdiqlashda mahalla mas'uliyati yuqori. Shuning uchun mahalla bilan doimiy aloqada bo'lish va barcha masalalarni ochiq muhokama qilish foydalidir. Ba'zan DXMga elektron ariza berganingizda ham mahalla tomonidan qo'shimcha ma'lumotlar so'ralishi mumkin. 4. Elektron ariza berish va jismoniy ariza berish ikkala usul ham qonuniy va to'liq kuchga ega. MyYubus portali orqali ariza berish tezroq va qulayroq bo'lishi mumkin. Chunki u sizning uyingizdan chiqmasdan istalgan vaqtda murojaat qilish imkonini beradi. Ammo buning uchun elektron raqamli imzo eri va internetga kirish imkoniyati bo'lishi kerak. Agar sizda eri bo'lmasa yoki internetdan foydalanishda qiynalsangiz, davlat xizmatlari markaziga shaxsan borishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga ariza berishda yordam berishadi. Muhimi, qaysi usulni tanlashingizdan qat'i nazar, barcha ma'lumotlar to'g'ri va hujjatlar to'liq bo'lishi shart. Ushbu istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslarni bilish sizga nafaqani o'z vaqtida olishda yordam beradi va kutilmagan muammolardan qochish imkonini beradi. Har bir detalga e'tibor berish muhim. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga yetib keldik. Siz aynan nima qilishingiz kerak? Qaysi amallarni bajarsangiz, may oyida qo'shimcha to'lovingizni yo'qotmaysiz. Men sizga bosqichma-bosqich juda aniq ko'rsatmalar beraman. Bir qadam joriy nafaqa holatingizni tekshiring. Eng avvalo, sizga joriy nafaqa qachon tayinlanganini va uning muddati qachon tugashini aniqlashtiring. Oldingi xabarnomalar. Agar sizga oxirgi marta nafaqa tayinlanganida davlat xizmatlari markazidan D2 mahalladan biror hujjat berilgan bo'lsa, u yerda nafaqa tayinlash muddati aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Odatda bu 6 oylik muddatni o'z ichiga oladi. Bu davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish.
Agar sizda bunday hujjat bo'lmasa yoki uni topa olmasangiz, o'zingizning yashash joyingizdagi eng yaqin davlat xizmatlari markaziga DXM borib, shaxsiy pasportingiz bilan murojaat qiling. U yerdagi xodimlar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz orqali nafaqa holatingizni tekshirib berishadi va muddati qachon tugashini aniqlashtirishadi. MyBokkov.uz portal orqali tekshirish. Agar sizda elektron raqamli imzo yeri mavjud bo'lsa, MyPGOK.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring. Ijtimoiy himoya bo'limini tanlang va bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam puli tayinlash xizmati orqali o'zingizning arizangiz holatini tekshirishingiz mumkin. Bu yerda siz ilgari bergan arizalaringizning tarixini va ularning holatini ko'rishingiz mumkin. 2 qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Arizani qayta topshirish uchun quyidagi hujjatlar ro'yxatini to'liq tayyorlashingiz shart. Birorta hujjat yetishmasa, arizangiz qabul qilinmasligi yoki ko'rib chiqish kechikishi mumkin. Arizachining odatda oila boshlig'i yoki ona pasport nusxasi asli bilan. B. Oila a'zolarining pasport nusxalari 16 yoshdan katta bo'lganlar uchun yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari 16 yoshga to'lmagan bolalar uchun. Har bir hujjatning asli ham yonda bo'lishi kerak. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa yoki nikohdan ajralganlik haqidagi guvohnoma. Agar mavjud bo'lsa, oiladagi barcha ishlovchi a'zolarning daromadlari haqidagi ma'lumotnoma. Agar ish joyi davlat tashkilotida bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnoma, agar xususiy sektorda bo'lsa, shaxsiy tadbirkorlik guvohnomasi yoki mehnat shartnomasi va so'nggi 3-6 oylik daromadlar haqidagi ma'lumotnoma. Oiladagi ishsiz a'zolar uchun bandlikka ko'maklashish markazidan mehnat birjasi ishsiz deb ro'yxatga olinganligi haqidagi ma'lumotnoma. Agar a'zo o'z-o'zini band qilgan bo'lsa, bu haqda soliq organlaridan ma'lumotnoma. Mol-mulkning mavjudligi yoki yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotlar. Bu ko'chmas mulk u yer uchastkasi, transport vositalari, avtomobil va qishloq xo'jaligi texnikasini o'z ichiga oladi. Odatda DXM bu ma'lumotni elektron bazalar orqali o'zlari so'rab olishadi. Ammo ba'zida sizdan tegishli hujjatlarni kadastr texpasport so'rashlari mumkin. Shuning uchun ularning nusxalarini tayyorlab qo'yish zarar qilmaydi. Mahalla fuqarolar yig'inining oilaning yashash sharoiti va moddiy ahvoli to'g'risidagi xulosasi. Bu ham ko'pincha DXM tomonidan elektron shaklda so'rab olinadi, ammo ba'zida mahalla bilan oldindan bog'lanish talab qilinishi mumkin. Eslatma: hujjatlarning barchasi original nusxalari bilan birga keltirilishi shart, chunki ular taqqoslanadi va nusxalari tasdiqlanadi. 3 qadam, qanday murojaat qilishni tanlang. Sizda 2 ta asosiy murojaat qilish usuli mavjud. Davlat xizmatlari markazlari DXM orqali eng ommabop va ko'pchilik uchun qulay usul. Sizga eng yaqin DXM filialiga shaxsan borasiz. Bu yerdagi xodimlar sizga elektron navbatga turishga yordam berishadi. Arizani to'ldirishda ko'maklashishadi va hujjatlaringizni tekshirib qabul qilishadi. Bu usul ayniqsa kompyuter savodxonligi past bo'lganlar yoki eriga ega bo'lmaganlar uchun juda qulay. Odatda DXMga borish uchun sizga faqat shaxsiy pasportingiz va barcha kerakli hujjatlarning aslini olib borish kifoya. MyBokkov.uz portali orqali agar sizda elektron raqamli imzo eri bo'lsa va internetdan foydalanishda malakangiz bo'lsa, bu eng tez va qulay usul. Portalga kiring, shaxsiy kabinetingizga eri orqali kiring. Ijtimoiy himoya bo'limidan bolalar nafaqasi va moddiy yordam puli tayinlash xizmatini tanlang. Elektron arizani diqqat bilan to'ldiring. Barcha talab qilingan ma'lumotlarni kiriting va hujjatlaringizning skan qilingan fotosurat nusxalarini yuklang. Bu usul kecha-yu kunduz istalgan joydan murojaat qilish imkonini beradi. 4 qadam. Arizani diqqat bilan to'ldiring va 2 marta tekshiring. Arizani to'ldirishda har bir mayda detalga e'tibor bering. Telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, oila a'zolaringiz haqidagi ma'lumotlar, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar, bularning barchasi xatosiz bo'lishi shart. Agar biror joyda xato qilsangiz, bu arizangizning ko'rib chiqilishini kechiktirishi yoki rad etilishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, joriy daromadingiz haqidagi ma'lumotlarni juda aniq va to'g'ri ko'rsating. Unutmang, Ijtimoiy himoya agentligi turli davlat idoralari ma'lumotlar bazalaridan o'zaro foydalanadi. Shuning uchun yolg'on ma'lumotlar tezda aniqlanadi. 5 qadam. Muddatidan oldin topshiring. 30 aprelga qadar. Bu eng muhim qadam. Hujjatlaringizni ertaroq tayyorlang va arizani imkon qadar tezroq topshiring. Oxirgi kungacha qoldirmang. Chunki aprel oyining oxirgi kunlarida davlat xizmatlari markazlarida yoki MyBokkov.uz portalida tizimda yuklama oshishi tufayli muammolar yuzaga kelishi mumkin.
o'ttim aprelgacha arizani topshirishga ulguring. Agar 1 may kuni topshirsangiz, may oyi uchun ajratilgan pulni yo'qotasiz. Esda tuting, arizalar qabul qilingan oydan keyingi oyning 1-sanasidan boshlab kuchga kiradi agar tasdiqlansa. Shuning uchun aprel oyida topshirilgan ariza may oyidan boshlab to'lanadigan nafaqani ta'minlaydi. 6 qadam. Arizangiz holatini kuzatib boring. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga ro'yxatga olish raqami beriladi. Bu raqam orqali siz arizangizning holatini Davlat xizmatlari markazining o'zida yoki my.gov.uz portali orqali tekshirib turishingiz mumkin. Ba'zan arizada kamchiliklar aniqlanishi mumkin. Masalan, hujjat yetishmasligi. Shuning uchun uning holatini muntazam tekshirib turish va talab qilingan qo'shimcha ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish muhim. Bu orqali siz jarayonni tezlashtirasiz va nafaqa pulini o'z vaqtida olishingizni ta'minlaysiz. Xulosa va yakuniy chorlab aziz do'stlar, bugun siz bilan birga juda muhim mavzuni muhokama qildik. Esingizda tuting. Agar siz har oy oladigan bolalar nafaqasi yoki kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam puli kabi qo'shimcha to'lovni may oyidan boshlab to'xtatilishini istamasangiz, albatta shu aprel oyining o'zida qayta ariza berishingiz shart. Bu muddatni o'tkazib yubormang, chunki bu sizning oilangiz byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Barcha zarur hujjatlarni to'plang, yuqorida aytib o'tilgan amaliy qadamlarga amal qiling va o'z vaqtida murojaat qiling. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, iltimos ularni video ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar barcha savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, bu videoga albatta like bosing va uni do'stlaringiz, yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishing. Sizning har bir harakatingiz bu muhim ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga va ularning qo'shimcha to'lovlarini saqlab qolishlariga yordam beradi. Unutmang, birgalikda biz ko'proq foyda keltira olamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni ham unutmang. Toki kelgusi foydali videolarimizni o'tkazib yubormang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.